Chunki biza Feruza opani o'zlarini hisob raqamlarini qo'yganmiz. Misol, men o'zimning hisob raqamimni qo'ymaganman yoki siznikini qo'ymaganman. Onaxonni o'zlarikiga qo'ydi, hamma xolisoni yordi. Hech kim cho'ntagiga qo'la olmaydi, faqat onaxonni o'zlariga yetadi. Sizni u avazxonagingiz o'zini hisob raqamini qo'yyapti. Biz endi bilmayapmiz. Misol, men o'zim ancha-muncha pul o'tkazganman. Chos yoki siz o'tkazgansiz yoki boshqa odam o'tkazgan. Endi ular so'rayapti, meni pullarim qayerga ketdi deyapti. Отчет olishga haqli hamma. Tushuntira oldimmi? Zohir qarang. Men qo'shimcha qilaman, uzr gapingizni oldim, uzr. Gapirib olay. Gapiring. Gapirib olay. Hozir hamma o'zi rozi bo'lib tashlayapti dedingiz-ku, o gapingiz orasida hamma o'zi alinaqasi bilan, endi xohishi bilan. O'sha paytda ham bu misolda endi men uni tarafini olish maqsadidami, bizdan tashlaganmiz yoki o'sha ehsonni o'zi gapirib ham bo'lmaydi-yu. O'sha gapirgan misol falonchi o'libdi, pistonchi o'libdi deb yoki kasal bo'lgan paytlarda tashlagan odam o'zi rozi bo'lib tashlaydi. Endi misol ehson qilgan ehsonim qayerga ketdi endi deb orqasidan quvlab yurmaydi-ku, u ehson qilgan inson Alloh yo'lida bo'ldi, men ehson qildim, xohlagan narsasiga ishlatsin. Men Allohning roziligi uchun qildim degan bir nima bo'ladi, fikr bo'ladi odamda. Endi qarang, men sizga tushuntirib beraman. Qarang, siz menimcha ehsonni tushunmas ekansiz. Misol uchun qarang. Siz bilan biz ikkalamiz o'tiribmiz ham yerda. Bu bir chekda bir bechora odam o'tiribdi. Juda bir ahvoli og'ir, nochor inson o'tiribdi-da. Men sizga aytayapman, do'stim, men $100 deyapman. Va o'sha onaxonga borib, nimadir ro'zg'or qilib olib borib, mana shu $100 borib o'shanga bir nima qilib atab keling deyapman. Siz bo'ldi, xo'p do'stim, boryapsiz o'sha onaxonga-da. Men bilmayman, siz nima qilyapsiz, nima qo'yyapsiz, uni siz zo'rlayapsizmi yoki pul beryapsizmi yoki o'zingizni oldingizdan qo'shib berdingizmi? Men uni bilmayman, tushunasizmi? Endi kelyapsiz siz ertaga. Qarasa, ani xotin hali ham o'sha yerda yotibdi. Endi men sizdan so'rayapman. Kecha men bergan $100 pulimga sen nima olding deyapman. Men chunki sizdan so'rab olishga men haqliman-da, chunki men ehsonni sizga qilmaganman. Tushunasizmi? Men ayolga qilganman. Lekin men sizdan so'rab olaman u narsani. To'g'ri, siz o'rtadagi vositachisiz. Siz bu yoqqa borib, shu yetkazib beradigan odamsiz. Sizni bu aytayotgan mana shu avazakingiz ham u o'rtadagi u vositachi, tushunasizmi? U ehsonni, biza bergan ehsonni olib borib unga olib borib berish kerak. Отчетini biza undan so'rab olishga haqlimiz. Endi agarda men o'sha $100 borib, men onaxonni o'ziga berib, onaxon, men $100 sizga, kanko sizga ishlatasiz desam, u ertasi kuni borib onaxon nimaga ishlatdingiz desa, unda men iflos odam bo'laman. Tushunasizmi? Unaqa narsa so'ralmaydi. Siz o'shaning uchun bilib oling-da, ehson so'ralmaydi deyapsiz-ku. Balkim o'sha opa mashina olgan bo'lsa nima qilasiz siz? Hozir tugatib oling. O'rtadagi vositachidan so'rab olish hamma shart. U отчет berishi shart u narsani. Tushunasizmi? Endi gapingizni gapiring, men eshitmadim. Endi qarang, bo'pti, u keyin o'taman unisiga, u gapga. Yo'q, hozir mashina to'xtatib tugatib oling-ku. Mashina o'sha ehson mavzuga ketyapti. Tushundingizmi o'zi? Demak, o'rtadagi vositachi отчет berishi kerak. Tushundim. Qo'shilasizmi fikrga? Endi biz O'zbekiston territoriyasida yashayapmiz. Misol masjidga kiradi, boshqaga kiradida, o'sha masjidda ehson qutilari bor. Shunga tashlagandan keyin men kecha pul tashlagan edim, qayerga ishlatding deb so'ragani boradimi? Voy, u quti bilan insonni farqi bor-ku. Yo'q, baribir u o'rtada vositachi xohlagan joyga ishlatadi. U vositachi emas u. U quti nima? Yo'q, masalan qilib aytyapman men. Yo'q, masalan demaydi. Masalan hozir tepada samolyot bitta joyga yig'ilib bo'lmaydi. To'xtab turing. Siz o'sha qutiga nima yozganini e'tibor berasizmi? Ehson qutisi degan. Yo'q, hop, tegib yozib bo'ladi. Yozuv endi u mayda chudalarni o'qimaganman. Ana siz xatoyingiz o'sha narsa bo'lyapti-da, do'stim. Siz o'sha narsani albatta keyingi safar o'qing u narsani. O'qimayapsizmi? Demak, siz bilmayapsiz. Balkimdir qayerga yo'naltirilayotganini o'sha yozib qo'yadi. Misol, bechoralikka ketyaptimi, nogironlikka ketyaptimi yoki masjid qurilishi uchunmi? O'sha narsaga e'tibor bersangiz yozib qo'ygan bo'ladi. Ular har xil narsa yozadi. Har xil yozadi. Primo o'ziga beryapsiz. Tushunasizmi? Qarang, mana masjidda oldiga tashlayapsiz, demak masjidda o'ziga. Tushunasizmi? Siz bo'l o'sha yoqqa o'rtada vositachi yo'q. Bu yerda vositachi bor.
Tushunyapsizmi? Gap aytaymi, hech kim masjidga pul tashlanganicha so'rab olmaydi. Lekin menga berilgan pulni hamma so'rab endi- oladi, haqqi bor. Endi Qanaqa qarang. ketganini bilish Yo, kerak. endi- Siz endi- agarda eshitib turing, demoqchiman, agarda ehson degan misol muomala mana boru masjidga demoqchiman. yig'ilgan pulni agarda siz mana olsizda masjidda borib o'sha ehson qutisiga tashlayapsizda yoki bo'ldi mana masjid qurilishi uchun ishlatyapsiz. Uni hech kim sizdan so'rab olmaydi, tushunyapsizmi? Lekin o'rtada men turgan bo'lsam yoki avaziga kelib turgan bo'lsa, siz o'sha 100 ming dollarni avazga menga beryapsiz, men bo'ldi masjidga yetkazib qo'yaman deyapmanmi? Bo'ldi. O'sha narsani siz so'rab olishingiz kerak. Xohlasangiz so'ramang, Bu to'g'ri, endi- u xohishingiz. Xohlasangiz Qarang. so'ramang, lekin so'raganingizda u narsaga отчет berilishi shart. U chunki bo'ldi, unga omonat deb berilgan, o'sha narsaga xiyonat qilyaptimi yo'qmi, o'z egasiga boryaptimi yo'qmi? Siz menga nimadir narsa beryapsiz, ehson demaylik. Aytasiz, misol mana shu telefonni mana Amerikadasiz. Shunday oila a'zolaringizga, singlingga berib qo'ying, Toshkentga borganingizda deyapsiz. Bo'ldi, xo'p deyapman-da, bo'ldi, siz mendan so'rab olasizmi? Telefonim qani, singlimga berdingmi yo'qmi deb. Yoki kimgadir bergan bo'lsangiz, to'g'rimi? Men yo'q bo'lib qolibman. Men sizga aytmasam, to'xta, qani pulim deysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa. Xullas, bu narsa bilan do'stim sporlashadigan narsa emas o'zi. Bu bo'ldi, tamom. Ehsonmi o'rtada turgan Meni- odamni albatta hisobotini berish kerak. Siz shu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi? Shuni ayting bo'ldi. Men qalbimdan chiqdi ehson deb xohlasa, xohlagan ishiga sarflasin. Birinchisidan, Yo'q, ikkinchisiga, yo'q, ikkinchisidan, tushunmadingiz. uchinchisiga Qarang, qilib. savolimga javob Qalbimdan bering. chiqdi, bo'ldi, ehson. O'rtadagi Allohga topshirib vositachi, qo'yganman men. o'rtadagi Gap vositachi, eshitib, ehson, qarang, eshiting. O'rtadagi vositachi hisobot berish kerakmi, yo'qmi? Akam, laychalar jim turib tursin. Laychalar jim turib Laychalamasdan tursin. gapiring, Ertaroq ey. gapirib Yo'q, qo'ying. yo'q, laycha sani onang bo'ladi. Tezlamadim. Ey, yibban laychalamasdan gapir, onangga desam borib. qiz borib ketib qoldi-da, harrom itdan tarqagan borib. Bu ham avazni Foydasi laychasi yo'q yo'q. bunga. Avazi odamning Mana anavi o'zing laychalari deb aytsan, gapirdi. Kanalini qaranglar, ichini. Ya, bular borku. Bularning hech qaysisi biri o'zingiz uchun bilib olinglar. Chiqsin. Bularning hech qaysisi biri erkak emas. Hech qaysisi biri Shunaqa erkak lekin. emas. Erkak 100%. bo'lsa chiqsin. 100%. Mana erkak bo'lsa biz shunchamiz. Любой joyda gaplashamiz. Любой temada gaplashamiz. Erkak bo'lsa chiqsin. Qani 12 yoshli mana pedofil. Pedofil deydi bunaqa narsalarni. 12 yoshliga mana yozyaptimi, shirqimlik qilyaptimi? Bu 12 yosh tasavvur qilyapsizlarmi? Shuncha odamning hozir farzandi bor, nevarasi bor, 12 yoshli. Shularni yonini olganlar hech qaysisi, yana bir marta qaytaraman, shularni yonini mana shu 12 yoshli pedofilni yonini olganlar ham erkak emas. Любой joyda gaplashamiz. Prosta qonun bu narsaga zapret qo'yganda, qonun. Bo'lmasa borku, biz o'zimiz cho'tki qilib har tomonlama gaplashib olishga aqlimiz ham yetadi. Shunaqa ekan. Prosta Jamiyatimizda advokat- joy yo'q. Ko'rdinglarmi? Kanallarni ichini. Tartib bilan gapiramiz, tartib bilan. Gapirayotgan odam ustiga gapira olmaymiz. Dildora, mikrofoningizni o'chiring, iltimos. Nozim opa, antennangiz yo'qrog'mi, nimadir? Nozim opa. Короче, Javohir aka, Ichi neto'da. Kanalini ichiga neto narsani tashlab qo'yibdi. Internetim yo'q qoldi. To'g'ri gap tushunishi. Agar Koreyadagilar bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, yigitlar, ishchi viza bilan kelgan yigitlar. Internetim vosh Chongidoda va Seul yo'q atrofida bo'lsanglar, men o'zim boraman. O'sha Abiddan kelgan 6 dan kelgan 7, 8 bo'lsa ham mayli. Ko'rishamiz o'sha metronda. O'zim koreyskiy variantda o'zbek tilida yozaman arizani, faqat sizlar qo'l qo'yib berasizlar, bo'ldi. Sizlarning ID karta raqaminglar shart emas. Shunchaki isminglar, familiya, telefon raqam. Sizlarning shaxsiylar politsiya tomonidan faqat xabardor bo'ladi. Men bu qarshi tomon devomiz-ayu. Aynan biz avazni ustidan yozyapmiz, avaz tomon bilmaydi. Bu 100% kelgan nelegal yigitlar bo'lsa ham menga aloqaga chiqinglar. U yigitlarga ham men qonun tomonlama yo'l yo'riq ko'rsataman. Rahmat opa, boringizga shukr. Aloqaga chiqamiz, o'rtoqlar, aloqaga chiqamiz. Mani profilim O'zini qo'lida Assalomu o'zi alaykum. qilgan hamma jinoyatni o'zi o'ldirgan bu. Aka, bu siz hozir menimcha Koreyada bo'lmasangiz kerakda, hozir o'liklar qani, boshqa narsalar qani degan aka bor-ku, ismingiz nima sizni? Man Kamoliddin emasman. Mendan kattaroq bo'lsangiz kerak aka.
Yo'q, Ha. Turkiyadaman men. Hozir Hop. yo, men aytmoqchi bo'lgan narsa, men hech kim yonini olmayapman. Hech kimni shaxsiyatga o'tmoqchi emasman. Hop. Fikrim bildiryapman-da. Hop. Bemalol. Mana O'zbekistondagi O'zbekiston bilan Turkiya, O'zbekiston bilan Rossiya, O'zbekiston bilan Amerika, O'zbekiston bilan Koreyani ichki siyosati bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. O shunaqa qonunlari har xil hop. Ha, qonunlari, boshqa narsalar hammasi farq qiladi. Hozir sizlar bitta narsani to'g'ri deb bilganingni uchun bitta narsani, bitta fikrni haq deb bilganingni uchun yo men ham shu bitta fikrni haq deb bilganim uchun Bitta cho'zildingiz. Ezilmasdan Bobomirza gapiring. ezordingiz. eshitmaysizmi Sizga bitta oxirigacha? savol Nimaga qarang. Johir aka siz? To'xtab turing. Bitta savolda Nozima Ishdan o'ldirilganmi, bilaman. o'zini o'zi osganmi, nima deb o'ylaysiz? Men bilmayman. Bilmasang surib aytdan. Adalgina qilib gapirmay. Adalgina qilib Bobur. Ya, Aqlli. mana mana shunaqa anu cho'zilib, u yoqdan, bu yoqdan Maqsad olib kelyapti. to'sdimi? Bo'ldi. Bu riski shuna joyida chopish kerak. Johir aka savol bor edi Qozog'istondan. Shunaqa qilishyapti. Mana biza bu yerda qaranglar. Biza mana nastoящий mujiklar o'tiribdi bu yerda. Biza xizelalarni chopib boramiz. Haqiqiy erkaklar o'tiribdi bu yerda. Bo'ldi, bu yerda hammani farzandi bor. Bu yerda ikki yosh bolalar o'tirayotgani yo'q. Gap eshitdi davlat. Assalomu alaykum. Bu yerda yosh bolalar o'tirayotgani yo'q, o'rtoqlar. 12 yoshli qizga yozyapti, boshqani ish bo'lyapti. Mana bu yerda ko'zi ko'rlik qilyapti hammasini. Bo'ldi, bular erkak emas, hech qaysisi erkak emas bular. O'sha yonida turgan kimlar bo'lsa, hech qaysisi erkak emas. Ha, aqli yetsa so'rab olsin, aqli yetmaydi ham. Любой joyda shunday. Ikkita dona odam bilan boramiz-da, ikkita dona odam bilan. Pedofil yonini oladimi, yo'qmi? Qani kim turib beradi? Ha, pedofil yonida tursa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech kim Johir aka ruxsat bo'lsa savol bor edi aka, iltimos aka 1 minut. Bitta gapiramiz bitta. Aka iltimos bitta savol bor edi Johir akaga. Bering. Bering. Faqat iltimos Johir aka, beringlar. iltimos aka. Johir aka, men Qozog'istondanman aka. Bizda xuddi mana shu tema bo'lganda, bitta Ehsonchi aka Ehson yiqqan. 100 mingta eshitilyaptimi? Ha. 100 mingta obunachisi bo'ldi, uni kartasi keyin orqasidan jalba tushdi, pullar yetib bormagan. 7 yilga qamalib ketdi. 100 mingta obunachisi bilan shoti tekshirilganda, ana odam aqli sig'maydigan pul bo'lganda, men hozir aqlim sig'mayapti. Masalan, shuncha odam nimaga o'zbeklar bilib eshitib turibdi, nega jim bu temada? Masalan, siz qarang aka, 1,5 million obunachisi bor aka, qarang. O'ldim deganda buni yarmidan ko'p 10 ming so'mdan tashaganda ham nech pul yig'layapti aka bu. Qanaqa uni shotida haligi bizda bo'lgan voqeada millionlab tashagan akalar bor. Haligi yetib bormagan xalqqa umuman o'zini shotini pulini qo'ygan u. Nega bu tema nega ochilmayapti bu tema men aqlim sig'mayotgani nimaga buni shoti tekshirilmayapti bu akani shoti masalan Ehson yig'ilganda Shoshvos hozir o'sha narsani mana e'lon qilishyapti-ku, tekshirilyapti. O'sha tekshirish uchun arizachi kerak. Biz bitta dona arizachi qilmoqchi emasmiz-da. Ko'p arizachilarni anaqa qilamiz. O'shaning uchun mana hozir bu yerda Nozimaga adolat viza F6 mi o'shalar chiqib hozir mana ororda gapirib turibdilar. Kimda kim? Mana men o'zimdan qaytaraman. Shu Ehsonchiga pul bergan bo'lsa, pul o'tkazgan bo'lsa, mana Nozimaga adolat F6 ga aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. U hamma narsani hal qilib beradilar. Sizlar militsiyaga borib ham o'tirmaysizlar. Nelegal bo'lgan taqdiringlarda ham hech qanaqangi sizlarga anaqa joyi yo'q. Sizlarning ism, familiyalar hammasi sir saqlanadi. Sizlarga qanaqadir tashxis nima deydi? Tahdidlar yoki bir narsa o'zi tahdid degan narsa o'zi yo'q. U yosh bolalar o'zingizdan urib qo'yaverasiz uni. Mabodo shunga o'xshagan bir qo'rqib ketib qoladigan bo'lsangiz, Telegramdan sizga kimdir o'zicha detskiy gaplar gapiradigan bo'lsa, skrinshot qilib oling. Biz advokatlarni ham pulini to'lab qo'yilgan, mana xalq o'zi to'lab bergan. Bo'ldi, o'shalar hammasi shuni ichida o'zi shug'ullanadi mana shu narsalar bilan. O'shaning uchun bemalol bizga murojaat qilaveringlar o'rtoqlar. To'g'ri? Uzr, meni gapim buzilib qoldi, Johir aka. Yo'q, tushundim sizni gaplaringizni hammasini. Aka, xalq bo'lyapti u narsa. Shuni iltimos xalqqa qattiqroq yetkazinglar, bu oson narsa emas-da. Buni orqasida qancha jinoyatlar yotibdi. Bizda aytayapman-ku, bu kichkina temani o'ziga 7 yilga qamalib ketdi. Ehsonchi namozxon bola. Buni orqasida qancha jinoyatlar yotibdi. Nega bu xalq shunchalik ahmoq bo'lmash kerak-ku? Endi ular shunaqa ekanlarni O'shaning uchun qattiq insonlarga aytish kerak. Aka eshiting. Xalq ahmoq emas.
Bitta gap bor ruslarda. Semya deydi, semya deydi. Без уродов не бывает deydi. Hamma yoqda Yo'q. urod bor har bitta oilada. Tushundingizmi? Yo'q, O'shunaqa tushuntiraman aka, urotlar bizda O'zbekistonda ham bor. O'ziga o'xshagan urotlar bor. Yonini olib o'tirgan pedofillar bor. Shunaqa urotlar bor. Mana bizda unaqa emasmiz u. Bizani bola yo'q. chaqamiz bor. Men 42 yoshdaman, yosh katta odam. Men qizimni yaqinda uzataman. Meni ham qizlarim bor. Bir oyda ichida просто bizda bir oyda ichida tema Qozog'istonda mana shu xuddi mana shu tema bo'lgan 100 mingta Aka bu obunachisi bilan O'zbekistonda emas. Aka bu O'zbekistonda emas. O'zbekistonda bo'lganda 2 mingta olib kirib o'zi bilardi nima qilishni. Bu Koreyada o'tiribdi bu. Koreyada qilgan bu jinoyatni. O'zbekistonda qilganda 2 minutda qayerda bo'lsa o'sha qolib keltirib qo'yadi. O'zbekistonda emas bu. Koreyada-ku, Koreyada qilgan u. Koreyani qonuni to'g'ri kelmaydi-yu. ha, O'zbekistonga keldi deyishuvdi-da bu ekan. Ya qayerda keladi o'zbek o'sha yurtdi. Buni endi olib kelin. Mana hozir aka sizlar ha? Mana O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bilan jinoyat o'tdi bo'lgan u. Jinoyat o'tdi bo'lgan opa. Yo'q, kartasi tekshirilsa bo'ldi-yu, aka, kartasi tekshirilsa bo'ldi-yu. U yerda siz odam hozir biz o'ylaymiz-u, u yerda aql sig'maydigan pul bor aka, u yerda. Bizda 100 mingta obunachisi bor odamni o'zini shotini tekshirilganda niye $1 million hali shu yerda turgan pullar bitta inson yo'q. O'zbekistonda shu ochiladi ish. Men o'shanga hayron qoldim. Kerak tashlaganlar ko'p Sanga O'zbekistonda. boshlanib Anaqa chalibmiz hozir. Men hayron qolmayman. U boshqa narsalar hozir hayron qolmay turamiz Husan aka. Hozir hayron qolib o'tirsak bo'lmaydi. Biz hayron qolmayapmiz. Biz naborot anaqani to'chkamizni qaratganmiz. Kim hozir mana shu yerda mana mingtadan oshiq odam bor ekan. Koreyadagi bormi shu yerda Koreyada yashaydigan odamlar? Ehson qilganmisizlar yo'qmi? Ana o'sha ehson qilgan bo'lsanglar, hamma skrinshotlarini tashlab Nozimaga adolat, viza F6 mi? Ana o'sha opamiz borlar. Chiqing opa, o'zingizdan biri gapiring. Mana shular bilan aloqaga chiqinglar. Militsiyaga borib o'tirmaysizlar. Oka, men Koreyadamanda o'zi. Javohir Bir minut opa. Javohirbek. Men opa 1 minut. Mana shu men Assalomu alaykum. 1 minutga. Shu meni eshitdik, ammo Men hozir Koreyadaman. Dal momentda Koreyadaman. Anchadan beri mana Koreya yangiliklarini ham kuzatib boraman. Qarani, mana jinoyat bo'lganmi, jinoyat bo'lmaganmi, men bilmayman. Xolis odamman. Lekin buni aka, xolislik уже tugagan. Aka, xolislik eshiting. Xolislik tuga bo'ldi. Bo'ldi, yo'q, buni Xolislik tuga bo'lgan. Qara, ko'rib chiqilibdi. Qara, masalan, ustidan yozish boshqa to'g'risi ketibdi. Masalan, ehson boshqa. Shu narsani ko'rib chiqilsa, bu hal bo'lsa, bir yoqqa surilsa, masalan, qonun ko'rib chiqibdi. Misol, hali hal bo'lmadi bu narsa. 100% hali bir e'lon qilinmadi. E'lon qilingandan keyin haqiqatan bir kishi qotil bo'lib chiqib, bir kishini aybi isbotlangandan keyin buni tagiga yetib boshqa qilib yo ustidan yozilgan shu ma'qul emasmi? Ozgina kutib turish kerak emasmi? Yo'q. Yo'q. To'xtab turing. Yo'q, menga qarang. Aka, qarang. Devormani. Yo'q, unaqa demaymiz. Siz men bilan gaplashing, qolganlar ozgina jim tursin, iltimos. Hozir og'zinglarni bloklaymiz. Qarang-da, sizga savolda. Mana hozir aytasiz, mana shu ishlar bo'lib, sud qarori chiqqandan keyin kurashgani kerak emasmi deysiz. Boshimiz ko'ramizmi u sud qarori chiqib bo'lganidan keyin kurashi? Bo'ldi, qamalgan bo'lsa, buni keyin nima qilamiz uni? Bizda mana shu narsani qamaymayotganligi uchun politsiya. Biz o'sha narsaga hozir kurashyapmiz. Politsiya qilib bo'lgandan keyin tasavvur qiling, uyingiz remont qilib bo'lganingizdan keyin shpatsilni ko'tarib olib nima qilasiz? Uyingiz remont bitib bo'lgandan keyin. Shpatil qachon ko'tariladi? Uyingiz remont bo'lmasidan oldin shpatilni ko'tarib shlaka bo'lib mix bog'laysiz olasiz, to'g'rimi qo'lingizga? Remont bitib bo'lgandan keyin, uyingiz tomi yop bo'lgandan keyin qo'lingizga shpatilni olmaysiz-ku. Hozir shunaqa gap gapiryapsiz-da, uyim bitib bo'lgandan keyin men sement bilan shag'alni tushirib qo'limga shpatil olsam-chi, o'shanisi ma'qul emasmi deysiz? O'ylab gapiryapsizmi gapingizni? Yo'q, bu narsa masalan butun Koreya, hamma masalan O'zbekistonda hamma joydan kuzatib turibdi. Ya, u nima qilamiz? Aka, uni kuzatib turganini. Siz savolimga javob bering, bo'ldi. Uyingiz qurilib bo'ldi, remont bit bo'ldi. Aka, eshitib turing. Savolimga ha yoki yo'q deb javob bering. Bit bo'ldi uyingiz, to'g'rimi? Qo'lingizga shpatilla olasizmi, remont qilaman deb yo'qmi? Remont qilib bo'lgansiz. Yo, shu savolimga javob bering yoki yo'q deng. Siz to'g'ri gapirasiz. Ma'qullanadi. Yo, savolimga javob bering bo'ldi. Siz qarang, mana remont qildik.
uyingizni bitib bo'ldi, to'g'rimi? Chotki yevro remont qildingiz. Qo'lingizga shpatilla olasizmi, remont qilaman deb, yo'qmi? Yo'q, olmayman. Bo'ldi. Endi xuddi shu narsa. Biz ham nima qilamiz? Politsiya qamab bo'lgandan keyin gapirib, u orqasidan g'iybatga kirib qoladi. Politsiya qamab bo'lsa, mana bu qotil deb chiqib bo'lgandan keyin nima qilasiz u narsani gapirib? Oka, hayotda odam erkak bo'lishi kerak. Sudlanib bo'lgandan keyin u gapirganning foydasi yo'q. Do'ydi, raz buni politsiyasi ishlamayaptimi? Uni hozir harakat qilish kerak. Chunki internetga olib chiqish kerak. Internet bilan hal bo'lyapti ko'p narsa. Tushunasizmi? Oka, men siz bilan tortishish niyatim yo'q. Sizga ham bitta savolim bor. Yo'q, tortish emas bu yerda. Men sizga tushuntiryapman. Xolis mana, yo'q, siz tushundim. Bu yerda xolis degan gapingiz o'tmaydi. Agar bering, lekin xolislik tugagan. Bo'ldi, bitta savolim bor, aka. Mabodo shu masalan sud ko'rib chiqqandan keyin bu qotillik alomati yo'q deb turib, aybsiz deb topilsa-yu, ustidan mana qilib yozib, bo'sha qilib shuncha harakat qilib bo'lsa qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Masalan, Mabodo mana siz aytganingizdek qotillik alomati yo'q deb berdi, to'g'rimi? Xo'sh. Mabodo bo'ldi, hech kim bu yerda qotillik yo'q dedi, bo'ldi, shu bilan ish tugadi deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa, ko'rib chiqsa, masalan, davlat jinni emas, misol, hali buni qalbakilashtirish boshqa, masalan, tem bo'la Koreyadamiz boshqa. Yo'q, u davlat jinni emas, qarang. Nechta odamlar bilasizmi, mana ozod bo'lgan, oqlangan, aybi bo'lmay qamalib ketib qolganlar bor. Davlat ham xato qiladi, o'ylamay hamma 100% deb. Hamma xato qiladi. Agarda eshittiring, savolingizga javob eshitding. Savolingizga javob eshitding endi. Agar shunaqa deb bergan taqdirda ham, yo'q, bizni tinmaymiz. Tushunyapsizmi? Dal shuni uni ustidan o'zi yozib qo'yganman. Sud qaror chiqaradi, to'g'rimi? Mana narsa bo'yicha deydi, agar e'tirozing bo'ladigan bo'lsa, 30 kun ichida yana apellyatsiyaga bersang bo'ladi deydi. Nimaga? To'g'ri. Tushunyapsizmi? Yana apellyatsiyaga berasiz. Keyin u yana sizga sud qarori chiqaradi. Undan keyin yana apellyatsiya, keyin Oliy sudga chiqasiz. Oliy sud bo'lgandan keyin bo'ldi xalqaroga chiqasiz. Tushunyapsizmi? O'zi aslida bunaqa narsa bo'lmaydi. Birinchi sudda o'zida yo'q, bo'ldi, o'sha hamma narsa aniq bo'ladi. O'zi maytni ko'rdingizmi? Yo'q, maytni ko'rdingizmi o'zi? Ha, rasmini ko'rdim, aka, rasmini ko'rdim. Nima deb o'ylaysiz endi? O'zingiz fikringizni ayting. Aka, men bitta haligi yo aqli yo baqli deya olmayman. Yo'q, mana qonun tushunmayapsiz. Agar kim qotillik alomati bo'lgan bo'lsa, yo'q, to'xtang. Siz yana uni gapini gapiryapsiz. Qarang. Javohir aka, burnini singanini ko'rdingizmi o'zingiz? Bir sekund. Burnini singanini ko'rdingizmi? Ko'rdim, aka. Bo'ldi. Qo'llarini-chi, ikkita mana bilegini ko'rdingizmi ko'karayotganini? Ko'rdim. Xo'p, boshini yorilganini ham qo'yib qo'ydik, ko'rdingizmi? Uni ham ko'rdim. Xo'p, ana qo'ldagi ana o'sha tirnoqingiz deymizmi, shishingiz deymizmi, tirnalishlar, yuzidagi, qo'llaridagi. Aka, hammasini ko'rdim. Bo'ldi, hammasini ko'rdingiz. Endi eshitib turing, sizga savol bermoqchiman-da. Siz ko'zingiz ko'rmi yo ko'rmasmi? Menga shu savol. Sizga qo'pol eshitilishi mumkin, ming bor uzr. Yo'q, ko'rmas. Bo'ldi, unaqada bu yerda qotillik bo'lgan deb aytishingiz kerak siz. Agar ko'zingiz ko'r bo'lsa. Javohir aka, to'xtab turing. Qotillik alomati bo'lganga o'xshaydi. Mana qarang. Qotillik alomati bo'lganga o'xshaydi. Mana har xil xayol kelibdi. Men masalan Koreyada bo'lganim uchun qotillik alomati borga o'xshayaptimi? Borga o'xshaydi. Qarang. Allohga shukr, boriga shukr, o'zingiz keldingiz. Qarang, tan olaman. Prosta bu narsani qonun ko'rib chiqibdi. Bu shoshma-shosharlik qilib, bo'sha qilib, bu har xil odamlar o'rtasida bir qanaqadir ikkiga bo'linish, boshqa bo'lgandan ko'ra shuni kutgan yaxshi emasmi deyman. To'xtab turing. Tushundim. Siz endi qarang, mana shu joyga bitta gaplashib ketaylik, zo'r tema bo'ldi hozir. Ikkiga bo'linish deyapsiz-ku, qayerda ko'ryapsiz ikkiga bo'linishni? Voy ham shu tema bo'ldi, lekin Javohir aka. Stop, bir sekund, okalar, mana shu odam bilan gaplashib oling. Ikkiga bo'linish deganda, qarang. Boyaginda mana Koreya, mana kanal nomi nima edi? Zamxotin, xo'p. Zamxotin. Asli kanalda eshitib turdimda. Ede gaplarni eshitdim, keyin ede ham xolis nimani bildirdim. Yo'q, okey, cho'zyapsiz. Hatta bitta bo'lyapti. Xalq ikkiga bo'lyapti dedingiz. Eshittirayman, tushuntirib beraman. Tez tushuntiring, iltimos. Zamxotin kanaliga kirib turib, shunaqa holat, mana davlat ko'rib chiqgan ekan. Shuni kutib, ozgina masalan, kutsa bo'lmaydimi desam, qarang.
shu mana shu kanalda kuzatganlar menga sразу nimaga chiqibdi-da, uyda buyda Yo, har xil to'xtang, gaplarni to'xtang, u gapirib gaplar tashladi. kerak emas bizga. Qarang, endi men sizga kerak tushuntirib emas beraman. unga. Tushuntirib bera olmadingiz. Qarang, men sizga bitta narsani tushuntirib beraman. Xalq ikkiga bo'lindi degani, oldin siz xalqni kolичествосini bilib olishingiz kerak. Ya'ni 38 million kerak bo'lsa, balki hisobda yo'qdir, yo 40 million atrofi bor, to'g'rimi odam? Shu 40 million odamni 20 millioni u yoq tomon, 20 millioni bu yoq tomon bo'lib qolsa, ana o'shanda ikkiga bo'lingan bo'ladi. Lekin siz o'tirgan o'sha Sotqin kanal bo'ladimi, boshqa kanal bo'ladimi? U meni bolalarim tengi qatori bolalar o'tiribdi o'zi yerda-da, tushunasizmi? Endi eshitib turing. Ertaga odamlar ham meni obunachilarim, xalq meni orqamda turibdi. Tushunasizmi? Hech qanaqasiga xalq ikkiga bo'lingani yo'q. 4 ta dona odam ana bordir 20 tadir. Ata 20 taga ham ishonmaydi. 98% xalq Nozimani o'sha o'zini o'zi o'ldirganligiga ishonmaydi. Qotillik bo'lgan deb biladi. Bu yerda faqatgina ig'vo tarqatish. Siz mana shu gapingizga o'zingiz ham hattoki javob bera olmaysiz. Hech kim javob bera olmaydi. Men sizni kamsitmoqchi emasman. Siz bilan yaxshi gaplashyapman. Xalq ikkiga bo'linmagan. Xalq bir tomonda, ya'ni Nozimaga adolat degan tomonda. Lekin u yoqdagi 2 ta dona odam yoki 20 ta dona odam bilan mana bu 40 million aholi bilan u yo'q hisoblanadi u 20 ta dona odam. 0.1% ga ham kirmaydi u 20 ta odam. 40 million odam oldida, tushunasizmi? Xalq hech qanaqasi ikki bo'lingani yo'q. Hamma xalq, siz ko'rayotgan kanaldagilar ham, boshqasi ham hammasi mana obunachilarim, shu bizning orqamizda turgan xalq o'tiribdi. Hamma xalq Nozimaga adolat deyapti. O'shaning uchun o'rtoqlar, sizga ham kattakon rahmat. Tushunganingiz uchun rahmat, suhbatingiz uchun rahmat. Hech qachon xalq ikkiga bo'lindi degan gaplarga ishonmang. Bu yerda xalq hech qanaqasiga bo'lingani yo'q. Xalq bitta dona turibdi, tamom. Nozimaga adolat. Assalomu alaykum. Menga qizim bo'ladi. Bitta gapiramiz, bitta. Xolos, shu bo'ldi. Mana Rahmat, rahmat. Mat Yoqubov, mana bola bor-ku, mana hozir meni lichkamga ko'p odam yozyapti-da, meni admin deb o'ylashyapti. Oching. Bu bola M deyapti, avazi anaqasi deyapti, qo'shnisi deyapti. Boya deyapti, Instagramda ham deyapti, yonini olib o'tirdi deyapti, o'shaning yonida yuradi bu deyapti. Oka, qarang, yo, to'xtang, bizga Voy, eshitinglar. qara, oka, voy, ishtiring. Yo, A'loz aka to'xtang. bilan ustimda xudo turibdi, men. Ey, qarang, eshitib turib gapirmay. Ular demani to'g'risi. Men inson emasman. Gapirgan Qaranglar, o'rtoqlar, qaranglar. Bizga o'zi umuman qizig'i yo'q. Kim yo tomondan, kim bu yoq tomondan, kim uni qarindoshi, misol umuman qizig'i yo'q. Men sizlarga yana bir marta aytayapman. Bor yo'g'i, bolalarim qamalib ketmasin deb, ularni ham to'g'ri tushuninglar, ular ham ona, tushunasizlar, ular ham ona. Ular ham o'zini bolasini qilayotgan ishidan yer yorilmadi, yeri kirib ketmadi. O'shaning uchun bizga aloqaga ham chiqa olmayapti bular. Onasi chiqish kerak, otasi chunki ular ham bilib turibdi, ular ham harakat qilyapti-da. Jamiki nima griyasli bo'lsa harakat qilishyapti. Men siz aytmayapman, umuman siz aytmayapman, noto'g'ri tushunmang. O'zi umuman bu yoqda mana shunaqa narsa yoshlar mayli, kelaverishsin. Bu bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, kim bo'lishini qat'iy nazar, qaysi tomondan kelyaptimi, bor yo'q o'zi 20 ta dona odam o'tiribdi. Men bitta narsani sizlarga tushuntirishni xohlardim. Yana bir marta, uzr, ko'p gapirib yubordim. Xalq ikkiga bo'lindi degan narsa yo'q, ularni o'ziga chiqarishyapti. Xalq 98% hammasi, ularning obunachisi ham hamma yo'q. O'sha unda 1 million 400 obunachisi bo'lsa ham hammasi o'sha biz tomonda. Bo'lsa ana bor 20 tadir. O'sha ular tomonda. Bu degani xalq ikkiga bo'lindi degani emas. Hammaga kattakon rahmat, Nozimaga adolat. Pedofillarga O'zbekistonning erkaklarining o'rtasida joy yo'q. Joy yo'q o'rtoqlar. Haqiqiy erkaklar, bizning farzandlarimiz bor, hammamizning nimamiz bor. Ertaga misol qiz uzatishimiz bor, boshqa narsa bor. Bu yerda hech kim yosh bolalar o'tirgani yo'q. 12 yoshli qizimizga shunaqangi yosh katta bitta odam kelib turib, nimadir boshqa nazari bilan shahvoniy ko'z bilan qaraydigan bo'lsa, shaxsan men o'ldirib yuborgan bo'lardim, to'g'risida. O'shaning uchun bilib qo'yinglar. Bizi uchun bo'ldi. Bu odam erkak emas. Shaxsan men uchun erkak emas bu odam. Tamom. Agarda erkak bo'lsa, mana shu yerga kelsin. Erkak bo'lsa, mana shu yerga kelsin. Bu yerda haqiqiy xalq o'tiribdi. Bu yerda hammaning ovozi ochilyapti. Mana misol u yoq tomon keladi, bu yoq tomon keladi, kim bo'lsin. Erkak bo'lsa, mana shu yerga kelsin. Men o'zim gaplashmayman hattoki. Xalqqa o'zi savollar bilan dangalatib tashlaydi. Xalqqa o'zi. Chunki ehson qilgan ham bu yerda xalq. Nozimani orqasida turgan ham xalq. Bizani podдержка qilayotgan ham xalq bo'ladi. Men agar ertaga nimada bo'lgan bo'lsa, men yutdim, deb ham chiqmayman. Bular hali biza man qilyapti-ku, yo'q. O'shanda ham men manmanlik qila olmayman. Chunki men orqamda turgan xalq. Men nimaga boyagi bolani qo'pol qilib aytganda, seni onang laychada chiqarib yubordim. Nimaga? Chunki u laychalaringga yetgan deyapti.
mani yonimda turgan odam xalq laycha emas. O'shaning uchun men Shunaqasi o'zimga berim bo'lib, men uni ona laycha deb yubordim. To'g'ri, qo'pol so'zdir. Bu noto'g'ri gap gapirganman. Lekin Shunga xalqqa munosib, nisbatan shunga munosib. ishlatilyapti. Xalqqa nisbatan Shunga laycha munosib. deyilyaptimi? Bu yerda hech kim meni qarindosh urug'im yo'q. Bu yerda xalq o'tiribdi. Lekin xalqqa bunaqa laycha deb unaqa munosabat bildirishiga shaxsan men chidab tura olmayman. Bu yerdagi odamlar chidab tura olmaydi. Bu narsadan bir katta narsaga aylanib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda odamlar onasidan so'kib tashlaydi. O'shaning uchun tinchgina chiroyli qilib o'zingniki laycha dedimda, shuni anaqa qilib qo'ydim. Tarbiyasiga loyiq narsa olib ketdi-da u. Shunaqa. Shunga Ha, loyiq. bu yerda xalq o'tiribdi. Hatto janjal G'amxo'rlar chiqaryapti deyishyapti. shekilli bular. Yana bitta narsa, kimda kim Rauf hokim Nozima bilan o'zini o'zi Muhammad osdi deb shu alomatlari bilan ham shunaqa dog'gan ekanmi, manqurt bo'ladi. Bo'ldi. Temani yopamiz. Feruza opam keldilar. Feruza opamga so'z beramiz. Hammaga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat. Rahmat sizga ham. Rahmat. Uni videolarini oldingi videolarini ko'rib, keyin shu Nozimani videosi chiqqandan keyin ertasi kuni men telefon qilib, u bilan gaplashdim. Men o'zimni masalam bo'yicha chiqqan edim. O'sha profilida admin va advokat degan nimasi bor ekan. Menga advokat kerak edi. O'zbek advokatlardan kerak edi. Kars advokatlar bilan ishlaydigan переводчиклari bilan-da. O'shanga telefon birinchi adminiga qildim. O'zi oldi. Men avazman dedi. Keyin men bitta iltimosim bor edi. Shu advokatlaringiz menga yordam bera oladimi deb so'raganimda, nima masala bo'yicha dedi. Keyin men aytdim, men fuqarolik olotgandim deb bitta Koreyada. O'sha masalani aytdim o'zimni. Prosta hozir dedim men onkologiya bilan davolanyapman. O'shanga o'zim shug'ullanmayapman bu ishlarim bilan dedim. Menga advokat kerak desam, dokumentlarimni immigrationga tashlab qo'yganman. Prosta menga advokat kerak, чтобы meni o'sha yana bir ikkita qog'ozlarimni olib borib berib, meni u yoqda qanaqadir meni tarafimdan meni yonimga olib gapirsin. Что hozir men ekzamen topshira olmayman, vaqtim o'tib ketmasin. Shu dokumentlarim annullировать qilib ketmasin deb so'rasam, u tushunmadi gapimni. Men nima deyotganingizni tushunmayapman. Advokatimga men nomimdan murojaat qilavering dedi. Xo'p dedim. Keyin o'sha yerda so'radi, "Opa, shunaqa kasalman dedingiz, namoz o'qiysizmi?" dedi. Oldin o'qirdim, hozir men bunaqa ahvolda bo'lganim uchun o'qimay olmayapman. Hozir ham nima zo'rg'a gapiryapman. Kimya olyapman-da o'shanga. Keyin hozir o'qiyolmayapman. Endi desam, qiynalyapman desam, keyin kasal odam yotgan joyida ham namoz o'qiyveradi dedi. Ha, u gapingiz to'g'ri dedim. Endi ibodat Alloh bilan dedim. Keyin aytayaptiki, namoz o'qigan, men sizdan so'raganimda, namoz o'qiysizmi deganimda, ha, 5 vaqt namoz o'qiyman deb javob berishingiz kerak deydi. Namoz o'qiydigan odam deydi. Siz deydi ikkilanib, ana uyda, mana bu uyda dedingiz deydi. Mayli dedim, shunaqa degandirman dedim. Keyin o'sha yerda menga yana da'vat o'qib ketdi. Keyin men aytdimki, mayli dedim, anaqa men yana bitta masalam bor sizga, bitta maslahatlimi bir nimam bor dedim. Men bu yerda Samsungda страховка ochtirganman. O'sha страховкani F6 vizali qizlarga, o'sha yerda turmushga chiqqan qizlarga ochiladi, Samsung ochib beradi. O'sha страховкani to'lab yurishsa, har xil mana bunaqa ehsonlar, yig'ishlar qizlarni o'ziga yengilroq bo'ladi, xalqga yengilroq bo'ladi. Shunaqa narsa e'lon qilsak bo'lmaydimi sizni o'sha nimangizda, profilingizda desam, ehson bu nima dedi? Harom dedi. Nimaga harom desam, mana bankka nima berasiz-ku deydi, protsentga pul deydi. O'sha harom qilinganmi musulmonchilikda deyapti. Endi shunaqa deyilgan, shunaqa bo'lsa kerak dedim. Bo'lsa kerak bo'lsa, bu nima ham deydi, страховка ochtirish ham harom, ota bilan zino qilish bilan baravar deydi. Dedi o'shanda. Keyin men aytdim, "Voy, astag'firulloh" dedim. "Nima deganingiz bu?" dedim. "Tushunmadim" dedim. "Tushuntirib bering" dedim. Aytyapti, "Mana cho'chqa go'shti harom qilingan-ku" deydi. "Ha" desam, "Eshak go'shtichi, eshak go'shti ham harommi?" deydi. "Yo'q, eshak go'shtini ham yeyaverasizmi?" deydi. Keyin "Yo'q" desam, "Ana shunaqa narsa-da bu" deb, shunaqa deb gapirdi. Keyin men aytdim, endi dedim, mayli, страховка ota bilan zino ekan, harom ekan" dedim. "Astag'firulloh" dedim. "O'zbekistonda ham hozir" dedim, "государственный davlat страховкалari ochilyapti-ku" dedim. "Shu sistema kiritilyapti-ku" dedim. "Bunga nima deysiz" dedim.
O'zbekistonda shunaqa ochilayotgan bo'lsa, davlat shunaqa sistemaga o'tayotgan bo'lsa, страховой nimalar, davlat страховкалari ochilayotgan, medstraxovka davlat taraplama desam, endi hamma nima o'zini tomdan siz O'zbekistonga qaramang deydi. Ha desam, O'zbekistonga qarab endi ish qilsangiz, endi ular o'zini tomdan tashiyman desa, siz ham tashiyverasizmi deydi. Voy dedim. A bizani davlat-ku deyapman. Bu faqat Koreyaga ishlaydimi? O'zbekistonga nima qilmaydimi? O'zbekiston ham halol davlat. Anaqa desam, endi siz nima qilmang deydi. U yoqga qo'shiling O'zbekistoniga. Men sizga bu yerda aytyapman, bu anaqa harom deyilgan и всё deyapti. Da'vat o'qib ketdi o'zicha menga. Keyin oxirida bir 34 37 minut gapirdi. Keyin oxirida nima deydi? Necha yoshsiz opa dedim. Ha, men 47 daman dedim. Ha, mendan ancha yosh ekansiz deydi. Farzandingiz bormi deydi. Bor dedim. Kim, o'g'ilmi qizmi deydi. O'g'il dedim. Necha yosh dedi. 18-19 ga to'la. Ha, katta bola bo'lib qopti deydi. Ha, katta bola bo'lib qoldi dedim. Keyin bo'lmasa anaqa maslahatim bitta yaxshi inson topib yoningizga, endi men turmushda emasman. Yaxshi inson topib turmushga yoningizda yaxshi ishonchli odam bo'lgani yaxshi ekan dedi. O'g'lim bor dedim, ishonchli dedim. Keyin shu bilan nima deydi? Oxirida gapini oxirida mana men bilan deydi gaplashib, maza qil 34 minut 37 minut men bilan gaplashdingiz. Maza qildingizmi men bilan gaplashib deydi. Keyin men aytdim, men bunaqa da'vatlandim, ko'pini eshitganman dedim. Keyin, yo'q, ko'p eshitgansiz, ko'p eshitganman. Men kecha tug'ilmaganman dedim. Buni bunaqa da'vatlan dedim. Ko'pini eshitganman. Meni bir narsa bilan qoyil qoldira olmaysiz dedim. Degan, ha mayli, bo'pti, advokatingizga murojaat qilsam bo'ladimi desam, ha bo'ladi. Bo'pti, rahmat dedim. Shu bilan gap tugadi. Mana shunaqa gaplar gapirgan shu inson menga. Nozimani o'sha serial qilib chiqqanda birinchi seriyasidan keyingi ertasi kuni bo'lgan mani telefon razgovorim, просто men bu narsani yozib olmaganman. Meni bitta nima qilganim, просто men uni tuzu normal inson deb bilardim-da. Endi men bu narsalar chiqib ketgandan keyin shuncha narsa 12 yashar qiz bilan bunaqa ishlar qilgani, ayoli bilan shunaqa nima videolari chiqdi urgani, mana bunaqa narsa вообще hurmatim plyusdan past 0 bo'lib qoldi bu inson qatorida. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bekorga so'ramaganda o'zini kandidatini Yaxshimisizlar? Serjechka, sizga Allohim sizga shifo bersin. Ilohim har doim duodaman siz uchun. Unaqa gaplarga e'tibor qilmang. O'zingizni Allohdan faqat shifo so'rang. Farzandingiz uchun uzoq umr ko'ring, ilohim. Gulbahorxon, sizga bitta savol bor edi. Bu savol emas, o'zimni nima fikrim gapirishidan. Bu bir oqimlarga Rahmat Feruza opa, hamma tilaklaringiz uchun, duolaringiz uchun, men ham sizlar uchun duodaman. O'zi ketibsiz, O'zbekistonda ekansiz. Chaqiraman dedim uyimga. Emasman. Men bu yerda hozir Koreyadaman. Hali bu ishlar tugamaguncha ko'ngllaring to'q bo'lsin. Har doim chet bo'laman oxiriga. Albatta bu atrofda oxiriga yetkazamiz. Turib kutib, hamma kasalliklarni yengib oxiriga yetkazamiz. Vaqt soat kelsa, balki hammamiz ko'rishishimiz ham mumkin. Masalani o'zim ham qilaman desam. Siz bilan niyat qildim. Xudo xolisa. Ketamiz qali? Yo'q, men Seulni o'taman. Seulga kelgan bo'lsak bo'lar ekan. Meni nimaga yozsangiz, lichka men yozib yuboraman. Ko'rib bo'lar ekan. Xudo xolisa. Sog' bo'ling. Rahmat bo'ling. Rahmat. Feruza yaxshisiz, ancha tuzib qoldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Sizlar duolaring bilan, sizlarning orqamda turgan kuch-quvvatlaring bilan ancha kuchga kirdim. Ancha yaxshiman, Allohga shukr. Alloh dardingizga shifo bersin, ilohim. Ilohim. Assalomu alaykum Feruza opa. Sog' salomatmisiz?
Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Har doim siz bilanmiz. O'zbekiston onalari siz tarafda. Rahmat, avvaliga hammalaring. Alloh panohda saqlasin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Keyin bir narsa aytmoqchi edim, agar bizni adminlarimiz eshitayotgan bo'lsa, hamma qizilda turganlarni ochib tashlanglar, bir mazza qilib gapirishsin. Anavi narigi Assalomu guruhdadagilarni hamma qizilga tiqib tashlayapti ekan, gapirolmay qolishyapti ekan. Bizda unaqa qo'rqoqliklar yo'q. Biz hamma gaplarga javob beramiz, negativga ham, boshqasiga ham javob beramiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Xizmatdaman. Aha. Siz yaxshi qoldingizmi? Opam. Siqilmang, biz sizlarmiz. Rahmat. Rahmat. Bundagi qo'ylar hammasi bizdan ustun bo'la olmaydi. Butun dunyo oyoqqa turgan. Nozima singlim orqasida. Feruza opamning orqasida. U bizni ham singlimiz. Men Rossiyada yashayman. Men Rossiyadan turib boshidan kuzatdim. Nima uchun boshida shalaqlik qilib, Feruza opani yomonga chiqarib, Nozima singlimni butun o'lidi orqasidan birinchidan yomon gapirish musulmonchilikka to'g'ri kelmadimi? Salla musulmonchilikni juda ham yaxshi bilar ekansanlar. Mana shundan gap bochinglar. Alloh kifoya qilsin hammangga. Sani farzandlaring ham bor, o'sha nimani qotillarni himoya qiladigan homilador, kampir, ayollar, qizlar hammangga Alloh kifoya qilsin. Salla boru, Xudodan qaytgan, Xudoni tanımaydigan klonsan. Tushundingmi? Avval senda hech kim qo'rqmaydi. Bilganingni qilgin, lekin hamma bilib ko'rib turibdi qanaqaligingni. Mani nima uchun chorniga tiqdilaringizlar? Chunki sizlar qo'rqasizlar haqiqatdan. Tushundingmi? Alloh kifoya qilsin ifloslarga. O'zi men shunday gapirdim, Feruza opa, yana sizga sabr so'rayman. Siz hech qachon to'xtamang, iltimos. Keyin mana bu detektivlar tipa gay deb gapirasan. Sen agar sen adolat tomonda bo'lganingda, Nozima singlimni oqlash tomonda bo'lganingda, sen srazu Javohir bilan birga ish ko'rarding. Sen отдельно bo'lmasding. Nima uchun sen srazu boshida voy Javohir siz shunaqa chiqibsiz. Keling, men ham adolatda keling, men qotil bo'lsa qotillikni o'zi o'ldirgan bo'lsa o'zi keling bilan ish ko'raylik deb Javohir bilan birgalikda ish ko'rarding. Nima uchun отдельно bo'ling? Sen ham qotillik liba haqiqat tarafsan-ku. Alloh kifoya qilsin senga. Iflos. Uzr, hammadan uzr so'rayman. Shu avaz turibdi deb o'ylayman. Chunki o'sha videolar boshlangandan shu avaz shu mana shu Nozima qizimizni yomonlashga, srazi uni nima qilishga tushib ketdi, fohisha deb har xil gaplarni o'zini оправдать qilishga harakat qilib, Nozimani onalariga qanaqa baqirgan videolarini, gaplarini eshitdik. Men o'ylayman shu avaz shu boshida turibdimi deb o'ylayman shu voqealarni. Keyin menga u tarafdan o'tib, menda yozadigan ifloslar, qirtlar, avazi chiqqonlari, gemoroylari hammanga qo'yib qo'ygan joyim bor. Menga yozmalaring. Xo'pmi? Alloh kifoya qilsin sizlarga. Nozima singlimni boshiga tushgan kun inshaalloh sizlarning ham boshingizga tushadi. Men bu mirangni bo'ldik sessiyamda boshqa odam ham gapirsin. Boshqa odam ham gapirsin. Savol bersam bo'ladimi? Feruza opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Baybal deb gapirmang. Kuyaptimi senlarni? Assalomu alaykum. Feruza opaga savol bersam bo'ladimi? Rahmat katta. Unaqa savolim bor edi opa. Shunchalik darajada o'sha ayol avazni anaqasiga gruppasiga o'sha kirgan qayerdadir kirib eshitib asablari to'g'risi ham Adolat chidamayapti. Adolat talab qilyaptilar. Men o'shaning uchun hozir o'zimizni gruppadagi adminlarga iltimos qilyapman. Ochib tashlanglar qizillarni. Odamlar ichidagini gapirib olsin, mayli eshitaylik. Hammani gapirishga haqqi bor. Gapirishsin, negativlarni ham Assalomu alaykum. Simalarni o'tirishib olib.
Ularnikiga o'xshagan emas. Bizni Firuz opa, bu assalomu gruppa alaykum, bilan u gruppani yaxshimisiz? juda katta farqi bor. Biznikilar osmonda turibdi. Ular hali o ertaga kirib ketadi hali. Ovozini ularga o'xshab sразу yomonlasa cho'rniy qilib Firuz qo'yyapti. opa, menda taklif bor edi opa. Bizda hammani Farzandlargina eshitamiz, qattiq xudo deyish xohlasa. kerak Oxirigacha emas-ku. eshitib boramiz, hurmatini qilamiz hammani. Bemalol Bittagina bitta gap gapiraveringlar. Rahmat, Firuz opa, mana ancha gapirdingiz. Opa, mana bosiqlik bilan chatda o'tkazganimiz yaxshi. Asabizorlik hozir hech kimga yoqmaydi. Bosiqlik bilan gaplashsak yaxshi bo'lardi. Keyin Firuz opa, avvalo yaxshimisiz? Sizga savolim bor edi. Mana tergov surishtiruv ishlari boshlandi. Shu bo'yicha qanday muammolar bormi, yo'qmi? Misol uchun o'tgan safar aytdingizki, kamera yozuvlarini bermayapti degandingiz. Hozir qanaqa jarayonda ketyapti? Bu ikkinchi savolim avaz nima o'ziga Mavluda bunchalik. Ibrohimovna, mikrofoningizni yoping. Keyingi savolim Firuz opa, haligi avazda bunaqa o'ziga ishonch qaydan paydo bo'lyapti? Tergovda muammolar bormi, yo'qmi? O'shani prognozi qanday deb o'ylaysiz? Shuni so'ramoqchi edim opa. Rahmat oldindan. Tergovdagi prognoz, tergov haqidagi gap u hozir ortiqcha gapira olmaymiz bu haqida. Hali hozircha sir saqlanadi. Xudo xohlasa bir 10 kunlarda konkretno уже haqiqiy javoblarni aytib boramiz. Yomon narsa bo'layotgani yo'q. Bu yerda advokatni o'zi harakatda. Advokatimizdan ruxsatsiz biz ortiqcha gap gapirishga haqqimiz yo'q. Avazga keladigan bo'lsak, avazni bunaqa nima olyapti u, nima kuch olyapti, nimasini ko'ryapsiz uni? Har doimgi uni baqir-chaqiril o'liliginimi? O'shani aytyapsizmi? Bugun ertaga nima, mana shu savolga men javob beray, iltimos. Assalomu alaykum Mayli. Firuz opa. Anaqa Ayting. bugun boya chatga kirdim-da men boya u yoqqa. Anaqa birinchi o'sha Javohir ertalab chatda anaqa qilganda Javohir kirib qoldi-da. Savol javoblar bo'layotgandi. Endi meni mikrofonim ochiq qolishdi-da. Anaqa mana boshida 12 ta videosini ko'rdik. Sizlarni haqi deb turuvdik. Bu yoqda keyin onasi ham haqi deb gapirganimizda Javohir kirib qoldi-da. Keyin aytdiki, "Yo'q, bu ana videoni bizni odamlarga anaqa bo'lishini qo'ydik. Endi Nozmani gapi, Nozmani anaqasi tilga olinmagan. Iye, sen o'zbek qizini" dedim. Shunaqa nomini bulg'ab deb anaqa qilasan, desam o'chirishdi. Undan keyin kech payt kirsam, avaz kirganida kirib qoldim-da, bir mahal aytayotdiki, admin anaqa nima edi, gruppa oti nima edi, короче, o'sha yerda admini boshida Dalil o'ziga xizmat qilgan ekanda, keyin haqiqatni bilib qolib bu gruppa ochgan ekanda. Endi o'sha "Sen jannatiysan, sen otangga rahmat, sen anaqasan, jannatda birga ko'rishamiz. Mana ishonlarga, mana uni ko'zi ochilgan edi, mana qayda. Voy, endi ko'rsiz, mana bu haqiqatni gapiradigan bola. Birinchi unga ana xizmat qilganda, endi bu yoqqa mana haqiqat ko'zlari ochilib, ko'zlaring ochlaring och. Voy, endi shunaqa kuch kirdi haligiga. Lekin hozir kiraman desam, mana anaqa qilib qo'yib shekilli kira olmayman. Voy, juda ham O'tirib olib challa qilyaptilar. Ayol kishi ham unchalik challa qilib bo'lmaydi. U kuch deyilmaydi, uni shallaqa deb aytiladi. To'g'ri Qaranglar, Firuz opa gapirayotganlarni iltimos gapirmay turinglar. Xuddi asalarni g'ung'illashiga o'xshab chiqyapti ovozinglar. Gapirmasdan savollaring bo'lsa beringlar, O'sha gapirmanglar. narsada bu yerda hozir hech qanaqa buni kuch deb aytilmaydi. Buni просто shallaqa deb aytiladi. O'zi ko'rmasdan turibman, og'zidan ko'pili chiqib ketayotgan bilan turibdi-da, o'zim bosolmayapti. Mayli, hech kim aytiryapti, sani hech kim jalab, unaqa fohisha deydi. O'zi erkaklarni jalab ekanu, ahvolini qarang, gaplarini. Shu hech kimga gap bermayapti gruppada. Shang'illab o'zidan xudodi yoqib olgan. Oshiqcha Nozim opamga gap beringlar, iltimos. Feruz opa, Nozim emas, Feruz opa. Feruz opam, uzr, asabiylashdim, uzr. Feruz opam gapiryaptilar, jiminglar. Ya Nozima deb saqlanib qilib qo'yganimga Nozima bo'lib ko'rinayotgandir-da. Voy, o'sha. Javohir aka bormadi chatda, savolim bor edi. Boya chiqib ketdi, aytavering. Assalomu alaykum, gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Anaqa bitta videosida eshitib qoldim-da, hali ko'rib qoldim.
O'zbekistonga Toza. keldim, yoqmayapti, qaytib ketyapman. Xullas, hurmatlilar, xush kelinglar, bir-biri bilan hariyam bir-birini chiqib turmasdan urushar ekan bular anaqa nima deydi, rivojlanmagan hali berki O'zbekiston bular qo'ylarni boshqarish juda ham oson dedi-da. Shunday o'zbekistonliklar qo'y deb biladimi shu Javohir aka? Javohir shunaqa dedimi? Javohir Qachon u qo'y degani yo'q. qarang, mana bunaqa dedilar, bular yo'q, unaqa demadilar. Unaqa demadilar, mana bunaqa dedilar. O'zlari ham javob bera olinglar, lekin esimga tushirganingiz uchun aytaman. Odamni fikri bo'lmasa qo'y bo'ladi dedilar. O'shanda odam qo'y boshqarish osonda dedi. Shunda kimni nazarda tutib gapirdi? Hozir ular anu men bir ayol guruhga demadilar. Shunaqa dedi. Unaqa demadilar. Fikri yo'q qo'ylarni nazarda tutib aytdilar. Nima edi? O'zini fikri yo'q qo'ylarni. gapiringlar. Javohir akani o'zlariga bering, biz boshqaryaptimi bilan gaplashyapmiz. Shunday boshqaryaptimi? Manda gap bor edi, gap bor edi. Amaza keyin mollar dedi. Bu yoqdagilarni borib Amaza keyindan so'ra nimaga mol dedingiz deb. Omma o'zini fikri yo'q insonlar boshqaryapti. Boshqaryapti. Bizga Javohirni o'zi kirdi, Javohirni o'zi javob beradi. Ozgina jim turinglar. Nima ekan savollari? Men javob bersam bo'ladimi Javohir? Bering savolni. Hozir qaytarsin. Yo'q, savol emas. U opa aytyapti, yaqinda Instagramda O'zlari qani o'sha oqani o'zi? Mana Dilafruz. Birinchi Javohir akani o'zlari gapirsin. Ha, Dilafruz gapiring. Menimcha qizil qilib qo'ydinglar, yo'q. Qizildan ochinglar. Ochinglar gapirsin. Yo'q. Yo'q, turibdi, javob beravering. Gapim bor deb o'tiribdi-ku. mikrofonni Qizillab qoldi menimcha. Yo'q, qizil bo'lgani yo'q. Bitta kir, yo'q, bitta hamma ochiq-ku. Qizil bo'lib qoldilar. Hamma ochiq-ku. Mikrofonni Dilafruzda qizil turibdi-yu, mana shu gapirdi shekilli hozir. Javohir aka qo'ydi deb Dilfuza edi. Dilafruzga mana shafruzmi bor. qizillab turibdilar. qizil turibdi mana. Qizil Javohir akam bizani qo'y debdilar. O'tirdi, 6 tacha odam sirasi javob berdi-ku. Bizani mol deyapti, laycha deyapti. Ular ham javob bersin bo'lmasa. Qo'y deyotgani yo'q, o'ziga o'xshagan qo'ylar orqasidan ergashgandan keyin degandan keyin bu qiz ham o'ziga olib gapirgandan keyin demak qo'y bo'ladi. O'ziga Javohir akaga to'g'ri tushuntiringlar. Javohir akaga savolni yetkazinglar. Dilafruz mana Javohir aka. Слушает mana Nilufari tagida turibdi. Dilafruz qizil qilib qo'ygan. Qizilda turibdi-ku. Javohir aka, xullas siz toshkentlik odamlar qo'y deb atabsiz. Shunaqa turibdi, shu yerda turibdi, ovozi ochiq, gapiravering Javohir aka. Gapiring ovozingiz ochiq bo'lsa. Savollarni qaytarib bersinlar, javob beradi Javohir. Duxiga o'tirib qol, gapirolmayapti. Yo'q, ovoz mana ochiq-ku. Shunda qo'y. O'zi tushundi qo'y nimaligini u qiz. Men qaytarib bering, savolni javob berasiz. So'zma so'z qaytarib beraman. So'zma so'z qaytarib bering. Gapirib beradi. Boya Javohir aka kirib, anta qo'ylarni boshqarsa oson bo'ladi deyaptilar. Shunda o'zbekistonliklar hammasini qo'y deyaptilarmi? Shunda o'zbekistonliklar hammasi qo'ymi deyaptilar. Javohir aka shunaqa dedilar. Shunaqa dedilar. Birinchidan bu yolg'on narsa. Boya men вообще hech qayerda hali qo'y degan so'z ishlatganim yo'q. Bunaqangi so'zlar qachon bo'lgan? Agarda kim shu narsalarni ko'rib turib, o'zini shaxsiy fikri bo'lmagan odam u qo'y hisoblanadi deb aytganman. O'zini shaxsiy fikri yo'q. Misol mana bu mashinani ko'rib turibsiz, misol Matizligini, mana mashinani ko'rib turibsiz, Malibuligini-da. Qanaqa mashina mana o'zingiz fikringiz edi, o'zi bu mashinami yo bu odammi deyapsiz? Nima siz meni fikrim yo'q deb turgan odam, ana jujumiylar bor edi-ku, o'shalarni qo'y deb aytganman. Endi xalq qo'y deb aytmasligimni xalq juda ham yaxshi biladi. Именно unaqa gapirmasligimni xalq juda ham yaxshi biladi. Bu ayol prosta yo'q, bu ayol prosta provokatsion savol beryapti-da, tushunsizlarmi? Atiyda mana shunaqa qilsa xalqni chalg'itish shunaqa dedilarmi deb. Yo'q, o'zi unaqa so'z bo'lmaganligini bu ayol o'zi ham tushunib turibdi. Bu ayol o'zi ham tushunib turibdi. Prosta bu ayol ham o'zini haqiqatini tan olgisi kelmaydi-da. Oq ko'rsatsangiz qora deydi, qorani ko'rsatsangiz oq deydigan insonlar bo'ladi. Mana hozir mikrofonlarni ochib gapira olmayaptilar. Mikrofon ochib gapira olmayotgan. Biz hamma bilan chiroyli gaplashamiz, ayniqsa ayollar bilan.
Gapirolmaydi. Uni O'zbekistonga ketib qolibdilar. Bu yerda O'zbekistonga ketib qolibdilar. Shunda hamma O'zbekiston deylar qo'y bo'ladimi deyapti. Gapni qaranglar qanaqa gapiribdi. Videoni insonlar hammamiz chetda edik. Javohir aka unaqa haqida gapirmadi. maqoli bor o'ziga olgan. Shunaqa deb aytdi-yu, kirib olib. Bilmaymiz biz nima deganimiz. Chaqirmoqchi shekilli. Gapirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mayli gapirsam hozir ko'pchilik meni lichkamga yozyapti, duxizga o'tirib qoldingizmi deb. Bu gapni men gapirganim yo'q, adashtirmanglar. Ochmaymiz, o'qimaymiz. Gapi bo'lsa chiqsin, katta gapirsin shu Mol yerda. duosilar, indaganimiz yo'q, sizlar qo'ysinlar. Mayli, menga chiqinglar aloqaga. Gap so'zi Qo'yni qo'yinglar qizlar, menda muhim gap bor edi. Hozir man jim turib beringlar iltimos. Qizda ayasiga savol beringlar. Nima qilasizlar? Muammo qilib. Hozir javobga noto'g'ri informatsiya beryapsiz. Qiz aytdi, Javohir yaqinda, to'xtang, men gapirib olay. Javohir yaqinda keldim dedi. O'zbekistonda men 3-4 kun turdim, lekin bu yerdagi nima hali ham o'zgarmabdi. Men yana Amerikaga qaytib ketmoqchiman deb nimada chiqqan narsani bu qiz ashunda dedi, siz nima uchun dedi, shunda O'zbekistonlardagi odamlarni manaqa qo'yga tenglashtirdingizmi deb savol berdi. Sizlar boshidan yetkazmadinglar xabarni. Noto'g'ri anaqa yurgizyapsizlar. Instagramni gapirdi. Javohir aka tinchlantirib bersangiz gapim bor edi. Chiqqan narsani u qiz sizlarga aytdi. Nima uchun o'z Amerikada bo'lganimda 10 kun bo'ldi, yana Amerikaga qaytib ketmoqchiman dedi. O'zbekiston sizga yoqmaydimi degan maqsadda aytdi. G'avo yo'q, bunaqa qilmasdan U gapni nima aloqasi bor? Bitta kasha bo'lib ketdi. Mana bu singlimiz aytgan video u tushunsa gapirsa, tushunmasa gapirmasa, Javohir aka nima haqida gapirganligi tushunchasi yetsin bo'ldi. Davlatni yomonlamagan yoki aholi Qizlar Ovozingiz kelmayapti, qizlar menda ehson haqida muhim Assalomu alaykum. Qoli hujumiy savolim bor. Ovozingiz chiqadi, antenga chiqadi. Antenangiz chiqmayapti. Sizlar gapiradi. Muhim gapim bor. Voy gapiravering, hamma jim. Antenangiz chiqmayapti sizda. Sizni Yo'q, men sizda